Ozgina. Ha, unda yaxshi. Hali hammasi unut bo'lib ketadi. Seni hali oldinda qancha yaxshi kunlar kutib turibdi. Yur ketdik, oyim kutyapti bizni. Uyga boramiz. Oyi, biz keldik. Yaxshi keldinglarmi? Sen menga kecha nima degan eding? Onam kim bo'lgan deganmiding? Hozir senga onangni omonat qoldirgan narsasini beraman. Oyi, Zohidani oyisidan omonat biror narsa qolganmidi? Qolgan. O'tiringlar. Mana. Onam bu omonatni asrab qo'ygan ekanlar. Mana shu soat. Dadam qanday qilib topib olmagan ekan? Chunki sotsa katta pul bo'lmaydi. Shuning uchun sotmagan. Bo'lmasam allaqachon sotib yuborardi. Onam rahmatli seni ko'chadan topib olganlarida yoningda mana shu soat bo'lgan. Balki bu soat seni hali topaman deganidir, Zohida. Va yana Nima yana? Yana nimadir tashlab ketganmi? ha, tashlab ketgan. Sham tashlab ketgan. Sham? Lekin nimaga tashlab ketgan bilmayman. Sham qani, oyi? Shamni chiroq o'chganda yoqqanmiz. Ha, shamligini bildi bo'ldi-da. Mana shu soatni asraganimga ham xursand bo'lsin. Shamni nimaga omonat qoldirgan? Nima demoqchi bo'lgan ekan? Rahmat. Kattakon rahmat. Arziydi. Va nihoyat rahmatingni ham eshitdim. Oyi, tushuning.